Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va mijozlar. Mana navbatdagi xonadonimiz verandalarini 100% o'rnatib berdik. Materialimiz oq alyuminiydan yasalgan, Akfa brendi ostidagi materiallarni yasab berdik. Verandamiz eshik qismlari balkon qalin profildan yasalgan. Tekislarni idealni bir-biriga to'g'irlab, o'rmonga o'rnatib berganmiz. Verandamiz ichkari tomondan ko'rinishi podogonlargacha o'rnatib berdik. Har doimgidek romlarning ochilish qismiga okna ramyuchkalari o'rnatilgan. Verandamiz eshigining ochilish balandlik qismi 2.35 ochiladi. Eshiklarimiz bitta barmoqda ochilib yopilyapti. Ko'rib baho berasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Ushbu verandamizning jami summasi 13,5 million so'mga bitirib berganmiz.